Ushbu hadis muborakda Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyat qilgan hadis muborakda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilmoqdalar. Kimdaki 4 ta narsa bo'lsa haqiqiy munofiq bo'ladi dedilar. Kimdaki 4 ta narsa bo'lsa u haqiqiy munofiqdir. Kimdaki ulardan biri xislat bo'lsa, o'shani ketkizmaguncha unda munofiqlikdan bir xislat bo'ladi. Omonat qilinsa xiyonat qiladi, so'zlasa yolg'on gapiradi, ahd qilsa buzadi, husmatlashib qolsa fujur ya'ni nohaqlik, g'irromlik qiladi deb Janobimiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallam marhamat qilmoqdalar. Munofiq kim? Munofiq tilida Alloh deydi, lekin qalbida ishonmaydigan inson munofiq bo'ladi. Tili bilan qalbi bo'lak bo'lgan inson munofiq bo'ladi. Munofiqning alomati 4 ta ekan. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida marhamat qildilar. Biling, 4 ta ekan. Demak, omonat qo'ysa omonatga xiyonat qiladi, so'zlasa yolg'on gapiradi, ahd qilsa va'da qilsa buzadi, husumatlashib qolsa fujur ya'ni nohaqlik, g'irromlik yo'liga o'tadi deb payg'ambar alayhisalom marhamat qildilar. Mana shu narsadan bittasi bo'lsa ham insonda bilsinki, munofiqlikning bir xislati bo'libdi dedi payg'ambar alayhisolatu vassalom.